Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Albatta mana bu ro'z bayramning birinchi ro'zi. Barcha yigitlar bilan mana shu Muroxor qo'riga bir sayohat yechirdik. Albatta mana bu bir qochmal to'p deydi. Bizlarning bobo ajdodimizdan qolgan bir o'yin va an'anatimiz. O'shani mana shu ro'z yigitlar bilan anjom berib turibmiz. Bu o'yin qoida qonun aytsangiz. Bu o'yin qoida qonuni Qancha nafar bo'ladi? Birta xon bo'ladi bunda. Ikkita xon bo'ladi. Har timda. Har timda birtadan ikkita xon bo'ladi. Sonra jo'ra bular adashdi deydi-da. Jo'ra bular kelaveradi. Sonra birtasini oladi, birtasini oladi. Iloyi 100 ta bo'lsin, 200 ta bo'lsin. Mushkul yo'q ekan. Ha, Qancha nafar bo'lsa? Andozasi ma'lum emas. Tariqlarni aytsangiz. Bunda birtasi mana bu maydonga chiqadi, birtasi bo'lsa Maydonga qanday bo'lib chiqadi bu bola? o'sha bular lotir taylaydi. Xo'p. Lotir taylaydi, qaysiki lotirda bozanda bo'lsa o'sha maydonga chiqadi, birtasi bo'lsa o'sha danda bilan to'pni qoqadi. Xo'p. Ana xon 4 to'p oladi, degalari bo'lsa 3 tadan oladi. Uchaylam Qanday bo'lib bo'ladi? Uchaylam deb bir qoida qonuni bor. Birtasi ham bo'lsa tutsa bir to'p quyadi. O'sha 3 to'p olaygan 2 to'p oladi. Xo'p, shay bo'ldi. Mana aylanib kelay. Ha, shay siz aylanib keling, tashakkur. Rahmat. O'tiramiz. Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Siz ham xush kelibsiz. Bugun bizlar do'stlar bilan ikkilanchi namoz kuni qo'rg'a keldik. Ishbilar bachalar ko'rasizlar, to'pi danda deydi. Shuni o'ynab o'tiramiz shu yerda. Ha, qochmal to'p. Ha, qochmal to'p, ya'ni to'pi danda deyiladi. Ha, ha. Biroz xudo bahom ko'p yaxshi. Oftobli ro'z inshaalloh bir qancha do'stlar bilan shu plan oldik. Ikkilanchi namoz o'tiraylik. 1 soat deritaylik deb tafriq qiladi inshaalloh mana. Havo ham yaxshi. Bachalar ham tap qo'sh inshaalloh. Oromli. Ha, tashakkur. Sog' bo'ling.